Shahar bedarvoza emas, ayniqsa Rossiya. O'zi hozirgi kunda migrantlar bilan juda ham tushunmovchiliklar ko'p bo'layotgan bir paytda bizni o'zbekistonlik akalarimiz, mana bu ekrandagi qahramon akalarimiz O'zbekistonda emas, Rossiyada bo'la turib, rus odamini 5 kishi bo'lib talpa qilib, daji o'lishigacha sabab bo'lishgan. Ya'ni o'sha odam bu 5 ta mana bu akalarimizni talpa bo'lib urishlari hisobiga o'sha olamdan o'tgan deyapti. Endi bu qanchalik to'g'ri olamdan o'tganmi, o'tmaganmi, bu Xudoga ayon. Bu shantaj emasmi, bu bizga qorong'u. Glanisi mana videoni ko'rishingiz mumkin. Faqat videoni bu yerga qo'yib bo'lmaydi. Haqiqatan hayvon ham bu ishni qilmaydi. Ko'rsanglar ayovsiz kaltaklashgan. Lekin bu video Telegramda bor. Pastda silkasini qoldiraman. Telegramga o'tsanglar to'liq videosini qo'yamiz. Endi bu mana bu rasmda ko'rib turgan akalarimiz kamida menimcha 5 yil yoki 8 yilga ozodlikdan mahrum qilinib, o'sha Rossiyaga ishlash uchun borgan, lekin kayfni orqasidanmi yo mana bu yerdagi kuchlari ko'payib ketishini ortidanmi, qayerdaligini unutib, o'sha местный odamni shu darajada kaltaklashganki, 5 tallari endi bu bilmadim qanday baholash kerak. Yana biz aytamizda, nimaga migrantlarni Rossiyada yomon ko'rishadi? Nimaga proverkalar bo'laveradi? Buni sababi oddiy. Hammasiga aslida o'zimiz sababchi emasmikanmiz? Buni albatta kommentariyada yozib qoldiringlar. Biz bu videoni chiqarishimizdan maqsad shu videoni kengroq tarqatsanglarki, Rossiyada yurgan akalarimiz shu videoni ko'rishsaki, ertaga ular ham shunaqa vaziyatga tushib qolsa, ozgina mana bu kuchga erk bermasdan, tilga erk bermasdan, ozgina sabrli bo'lib, chet elda yurganimizni hisobiga ozgina hamma narsaga sabr qilib, bu vaziyatdan oson chiqib ketishi yo'lini qilishimiz kerak. Har doim. Aks holda mana shu insonlarning ko'yiga tushib, umrimiz o'sha chet elda o'zi itak yurish oson emas. Uni ustiga qamoqda o'tirish endi bu juda ham qiyin. Chunki hozirgi kunda aynan qamoqqa tushgan odamlarning ko'pini ixtiyoriy va majburiy tarzda ko'ryapsizlar, urushga taklif qilishyapti. Shuning uchun qamoqqa tushgandan keyin u yerda sizni yaxshi hayot kutmaydi. Ozginagina mana shu kuchingizga berilasiz yoki tilingizga erik berasiz. Mana shu akalarimizga o'xshab kimnidir urib qo'yasiz Rossiyada va buni bilasizlar, Rossiya har taraflama kamera yo bo'lmasam odamlar o'zi sizlarni kameraga olib turgan bo'ladi. Shuning uchun hech o'ylamanglarki, meni atrofimda meni hech kim kuzatmayapti, bemalol ursam bo'ladi. Yo'q, Rossiyada taklif qilamanki, hech qachon hech kim bilan urushmang, tortishmang, iloji boricha o'zingizni bosib yuring. Chunki siz musofirdasiz. Sizni uyingizda ota-onangiz kutyapti, farzandlaringiz kutyapti. Nima kerak? Oddiy bitta mushuk ortidan juvon nimak bo'lib o'sha joyda oilangizdan yiroqda, bir umr qamoqda o'sha joyda qiynalib, azobda yashashni nima keragi bor? Undan ko'ra shunchalik kuchingiz ko'payib ketgan bo'lsa, zalga boring. Zalda shug'ullaning, o'sha joyda ringlar bor, oktagollar bor. O'sha joylarga tushib bemalol qancha urishingiz kelsa, o'sha joyda qonundan urishingiz mumkin, lekin ko'chada emas. Shuning uchun biz hozir bu videoni tayyorladikki, xalqimiz, o'sha musofirda yurgan o'zbek, tojik, qirg'iz bo'ladimi, migrant akalarimiz hammanglar iltimos, musofirda yuribsizlar, o'zinglarni yaxshi tutinglar. Tem bo'lib hozirgi notinch zamonda migrantlarga nisbatan hozir ko'ryapsizlar, tazyiqlar kuchaygan va undan tashqari mana 1-sentyabrda nelegal yana boshlandi. Ya'niki o'sha dokumentlar tekshirishlar ko'ryapsizlar, juda ham ko'paygan. Chunki surok berilganda 1-sentyabrgacha o'sha tugadi prezident qarori. Endi bundan buyog'iga hamma dokument qilib olishi shart, обязательно. Agar dokument yo'qla, Xudodan so'rab ehtiyot bo'lib yuringlar va hech qachon urushmanglar. Mana urush oqibati bu akalarimiz kamida endi 5 kishi bo'ladi. 5 kishi 5 yildan ketgan taqdirda ham bilasizlar, umrini eng zo'r gullagan davrini Rossiyaning qamoqxonasida o'tirib o'tkazadi. Agar o'tkazsa, bo'lmasa urushga jo'natadi. Bu yog'ini endi o'zingizlar bilasizlar. Menimcha urushdan omon kelish hozir juda ham qiyin. Shuning uchun bu narsani hech kimga ravo ko'rmaymiz. Videoga shunchaki like bosamiz, kommentariyada o'zingizlarning fikrlarini bemalol yozib qoldirishingiz mumkin. Mana bu akalarimiz haqida. Bular aynan O'zbekiston fuqarosi. Buni 200% Telegram ijtimoiy tarmog'ida ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Yo bo'lmasa pastda Telegram silkamiz qoldirgan, Telegram silkaga o'tsanglar hamma ma'lumot tashab qo'yganmiz. Sog' bo'linglar, sizlar bilan har doimdek Zuhriddin musofir bo'ldi. Sizlar uchun izlanishdan, harakatdan to'xtamaymiz.